Assalamu alaikum. Qanday ahvolinglar? Bu videoda bugün kitaplarni qilay dedim. Qaysi kitap deganda yaqinda nashr qilingan Muyassar Abdulahad Hamdamniki Xayr xo'sh quyosh degan kitob. Bu kitobni men bir qancha kun burun o'qib tugatdim. Kitobni o'qib chiqqandan keyin menda acayip bir xil tuyg'u, ya'ni ichinish, g'azablanish, o'kinish deganga o'xshash tuyg'ular shakllandi. Yana g'azab o'ti eshib toshdi, yomridi. Bu kitob menga tariximizni qaytadan yana his qildirdi. Bu bir üzülmez tragediyanınki en ahırkı halkısı bulup tuyuldu. Bilisizler, bizden tariximiz bu xil tragediyalik edebiyatlar bilen to'lgan. Mesela kitapni o'qish jarayonida Nozug'imni esladim. Yetti qizlarim esimga keldi. Ondan başka Türkistan keçileri degan kitapta, Arapça bir kitap var, Layali Türkistan'da. Onun da oğullarım isim geldi. Uygangan zamanda oğullarım isim geldi. Ay kız bir personaj var uygangan zamanda isimde karıştı. Yani şunun o'xshash milletimizning ippitiga tajovuz qildigan bu echinishlik tragediyalar ko'plab ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Ahırda bu üzülmez bir tragediyanın, yani vatanımızda tacavuzçular besib olgan milletimiz, halkımız qulluqqa tushib qolgan 200-300 yıl mobaynida yuz bergan tragediyalarning men biladigan kartinalarını ko'z oldimga qaytadan namoyon qildi. Yani bu kitobninki mazmuni asosliqi shu Sharq Turkistonda yaqinqi bir necha yil mobaynida qurilgan yig'ilish lagerlari va u lagerda yetayotgan kishilarning ahvoli qatorliqlarni mazmun qilgan. Buningda Rayhon Arslan deb bir juft Uyg'ur qiz yigitiniki ifatlik pakiz bir muhabbet hikayesi arka görünüşlerge bağlanıp tanıştırılgan. Şunun bilen şu lager manzarası ve Uygur cemiyeti iç birleşki tirişilgan. Romanda yazgıcınınki namoyon qilgan tasavvur kuchiga qo'l qo'ydim. Roman stilistikalik vositalardan bek ko'p foydalangan. Onun ichida eng ko'p foydalangani jonlantirish. Ya'ni romanda bir sho'la, quyoshninki kichik nuri bosh tasvirlovchi qilib tanlangan ve muşunun arqalab bütün lagerdeki hayat yo'ritib berishga tirishilgan. Demisimi nur sho'la nurg'un yerlarga kiralaydi, havo orqali ham yerda mavjud bo'lg'achqa yozuvchining, muyassarning buni tanlashi ajoyib bir didliq, farosatlik deb qarayman. Gerçi bazı yerlerde bu xil canlandırış metodunu ziyade kullanıverkendek his qilsammi, lekin bunu tasavvur qilib, o'ylab chiqib, mushkul şekilde romanni tugaganligi qayliqimni qo'zg'adi. Ama romanninki asosi mazmuni yoki uningki qurilmasi qatorliqlarga baho berishdan texmi bekrak romanninki mende hasıl kılgan təsiratı ve meni o'ylandırgan taraflar hakkında sizlerge sözlep berishni
muvaffaq gördüm. Muş to'g'riliq paranglashar deb qo'yildim. Hamda roman meni tariximizga qaytadan bir nazar silish qilib bordi. Ben Nozgul'nunki hikayesini okuyan vaktinde şundaq tuyg'ularga kelgan. Ondan başqa Türkistan keçisini okuyan vaxtımda mı şundaq tuyg'ularga kelgan. Bu roman mı yana şundaq tuyg'ularga keltirdi. Yani o'xshash tragediya. Ama o'xshamagan bir şekil, ko'rinish. Hamda bu romanda tasvirlangani bo'lsa, hozirgi holatimiz shu. Bu tragediyalarninki eng ichinishli. Nimishqa deganda boshqa tragediyalarda hech bo'lmaganda aktiv qarshilik mavjud edi. Qarshilik qilish bor edi. Masalan, Nozugum Manju amaldorni o'ldirib, qarshilik qilib qochib ketgan. Şunu olgan yerden onu tepki olgan vakitte mi karşılık kılıp kişiliklerini öldürüp ondan esirge düşüp şehit kılınmalıydı. İhbarxan esirge düşüp Xitay'nınki ordusuga elip berilganda padişahını qəsləb öldürmende urulgan ve bu paşılık kılıp şehit kılıngan. Ondan başka meyli Uygangan zihnindeki vakaliklarda olsun ya ki yetti kızdırındakilerde olsun, başka vakalarda olsun, bu tutkullarını kutkuzuş için hareket kıldıran kişileri battı. Ve romanda şundaq tasvirlengen ve hatırları şundaq hatırlengen, belki reallıkta mı şundaq bo'lgan. Ama bu romanda tasvirlengani bo'lsa, ichinishlik. Hozirgi holatimiz. Endi nima? Rayhon lagerda, u Rayhonning arslanimi o'xshashli lagerda. Ularni qutqizadigan, ular uchun kurash qiladigan, aktiv qarshilik qiladigan kishilar yo'q. Romanda umumyüzlük Uygurlardaki izil faziletler namayan kılıngan, pas karşılık ruhi davamlıq saqlab kılıngan, aktif karşılık kılıp hareket kılganlarının iş izleri, hikayeleri sözlep birilgen çoğunlardan kiçiklerge. Ama romanın baş kahramanları bolsa pas karşılık pozisyisi de ta ki roman tuyguşça şunda davamlaşma. Çünkü her ikilisi solakta Xitayga qarşı, zulümge qarşı nefreti var. Ama hemmini içine yutuşqa, ruhi cihetin üzerine güçlendirişke ve adalet için, kaniyet için pasif şekilde, yani içki dünyasında karşılık gösterişke mecbur bo'lgan. Bu şekilde davamlaşkan. Endi bu xil pozitsiya hemini oyuq silib qo'ydi. Elimizmi reallik shu, yozuvchi reallikni aks ettirgan. Bu romandagi emas, balki bizning realligimizdagi bir masala. Yaqinqi bir necha yil mobaynida, masalan 2017dan boshlaydi, 2017dan 2019 bo'lgan jarayonda mayli vatanda bo'lsin, mayli chet elda bo'lsin, Xitoylarga kuchlik bir qarshilik ilib boramiz. Qarshilik harakati ko'rildi. Mana bugun Xitoylarmi dunyoga biz 3 yildan buyon qattiq zarba berish orqali Xinjiangning muqimligini asliga keltirdik. Burun g'alaba chiqib turadigan, terrorlik orqali ko'p yuz beradigan bir yerda mana hozir tinch gullangan bir yerga keldi deb jar silyotdi. Demek endi bizning jimib ketishimiz, aktiv qarshilik ko'rsatilmasligimiz, hatto pasif qarshilikni joyida qilmasligimiz Xitoyni texmo
körengletti ve özününki Uygurlarını bastırış, qattiq bastırış siyasının to'g'riligiga ishondirdi. Aslida Xitoylar yillardan buyon bu lagerlar masalasi chiqishdan burunmi Uygurlarni bostırib kelgan. Lekin bir qattiq zarba berib, yana bir bo'shtib, shunday davomlashtirgan. Ve her qatimda ma'lum sohalarga, ma'lum kishilarga qaratgan. Nimishqa ikki xil sabab bor. Birinchisi xalqaroniki besimidan ansiraydi. İkincisi Uygurlarning umumyuzlik qo'zg'alib ketishidan qo'rqatdi. Mana bu qatim bir Xitoy o'zi kuchlanди. Biz texmo ojizlashdik. Yana biri xalqaroda islomga qarshi, terrorlikqa qarshi, islomni terrorlikqa bog'lagan holatda bir kayfiyat shakllandi. Mana bu kayfiyatdan foydalanib Xitoy bütün Uygurlarni terrorlikqa bog'lab, diniy radikallikqa bog'lab qattiq yo'qotishga boshladi. Ve bununla o'ngdan nasib holatda vatanda bo'lsin, chet elda bo'lsin, Uygurlarmi kuchli qarshilik ko'rsatilmadi. Natijada Xitoyninki rahbarlik qatlamida yoki Xitoyning fikr qatlamida qattiq bostirish aks ta'sir berdi deydiganlarninki ovozini pasaytib, qattiq zarba berish unumli tadbir. Qancha qattiq zarba bersak, shuncha vaziyatni muqimlashtirib bo'ldi. Uygurlar qattiq zarba berganda asa qarshilik ko'rsatmaydi deydiganlarninki ovozi yuksaldi. Endi tariximizni olib aytganda biz qarshilik qilishni to'xtatgan millat emas. Agar qarshilik qilishni to'xtatgan bo'lsak, allaqachon Xitoydagi boshqa millatlarga o'xshash yo'qolib ketishimiz mumkin edi. Biz qarshilik qilib kelgachga bugunga keldik, mavjud bo'la oldik. Mayli passiv qarshilashida, mayli aktiv qarshilashida bu qarshiligimiz davomlashib keldi. Ko'pincha aktiv qarshiligimiz cheklik bo'ldi, ammo passiv qarshiligimiz umumyuzlik bo'lganligi uchun bugungacha o'zimizningki mavjudligini, e'tiqodimizni va madaniyatimizni, urf-odatimizni saqlab keldik. Shuning uchun bu yaqinqi bir qancha yillik qarshilik harakatlarininki yuz bermasligi, to'xtab qolishi bu vaqtlik bir masala. Balkim Xitoylar axborotni qamal qilganlik uchun yuz berayotgan ishlardan bizning xabarimiz bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ammo biz yaqinqi bir qancha yilda bizga chiqqan uchurlarning ko'pinchisida davomli bostirılganligimiz, ezilganligimiz, zarba yeganligimiz haqidagi xabarlarni angladik. Chet elga shuni anglatdik. Ammo Xitoyning bu bostirish harakatiga irqiy qirg'inchilikqa qarshi bir kuchli qarshilikning bo'lganligini anglamadik, tuymadik. Agar kuchli qarshilik bo'lgan bo'lsa, balkim bunun xabari chiqqan bo'lardi. Shuning uchun bu meni o'ylantirgan va ichindirgan bir nuqta. Aslida qancha qattiq zarba yegan sari shuncha qattiq qarshilik qilishimiz kerak. Lekin inson tabiatining xarakteri shumi yoki biz ojizlab ketdikmi? Buni bilmadim. Ishqilib Xitoyning bu xil harakatlari qarshiliksiz qoldi. Masalan, tasavvur qilaylik. Vatanda milyonlarca Uygurni türmelerge suladı, lagerlarga suladı, neçə yüz mingni öldürüp bo'ldi balkim. Yana minglagan, yüz minglagan o'g'il qizlarimizni qul qilyapti. Xitoyning ichkari o'lkalarida, zavodlarda ishlatyapti. Hamda mushlarning hammasini Xitoy bir kechada, bir kunda bütün Uyg'ur rayonini qamal qilib elib bordimi? Yo'q. Az-azdan 5'den, 10'dan, 20'den, 30'dan elib bordi. Buningda Uyg'ur kadrlarni, asosiy Uyg'ur kadrlarni ish qildi. Uyg'urlarni chaqqila saldi, Uyg'urlarni pashqila saldi. Bu shaklda davomlashib bu songa yetdi. Unda bo'lgandan keyin bu jarayonda bir qarshilik harakatlarining bo'lishi g'oyat zarur, balki normal. Chunki hech kim o'zining urug' tuqqanlaridan keyin
Yani normal bir insan özünün urug tuqqanlarınınki öldürülüşüge qarab turamaydı. Ama Xitaylar yani bezlep geldi. Lagerdekilerini öydekiler bilen kurashtirib biz yaxshi turyapmiz, xotirjam bo'linglar degizib uydagilarni ularga yaxshi o'zgaringlar, moslashinglar, hukumat bizga yaxshi qarayotadi degizib yana vatandagilarni chet eldagilarga jim yashanglar, bir ishlarga aralashmanglar bo'lmasa bizga ish yo'q qoldi degizib chet eldagilarni bo'lsa vatandagilarga o'zinglarni asranglar degizib shundoq ost xarakterlik irqiy qirg'inchilikni ilib berib keldi va ilib beryotadi. Endi bunda bo'lmaslik kerak aslida. Bunda bo'lmaslik kerak. Bu milyonlarca kişiler sulangan, öldürülgen shunday bir ahvolda bizden bir kuchli qarshilik sado chiqishi kerak. Mayli vatanda bo'lsin, mayli chet elda bo'lsin. Vatandagilarni bo'pti. Shu zulm ostida, besim ostida qo'rqib ketdi, qilolmadim bu deyli. Balkim qilganlar bor xabarga chiqmadimi deyli. Chet eldagilarimiz-chu. Chet elda yaqinqi bir qancha yildan buyon Xitoyga ejellik, kuchli bir qarshilik ko'rsatildikmi? İntayin az sondagi faoliyatchilarimizni, ailasi uchun, urug' tuqqanlar uchun o'rtaga chiqqan kishilarimizni hisob qilmaganda ko'pincha kishilar namoyishga chiqishdan boshqa nima ish qilardik? Shu namoyishga chiqmagancha minglagan kishilarimiz bor. Ya'ni Xitoy bu harakatiga qarata hech bir javob ko'rmadi. Uyg'ur jamoatchiligidan ko'rmadi. Kuchli javob ko'rmadi demakchi. Cho'chugidek darajada. Xalqaro jamiyatdan ko'rmadi. Mana bu Xitoyni texmo yurakli qilayotgan va qilib o'tadigan bir ahvol. Hozir bu chet elda shu ozg'ina faoliyatchilar va oilasidagilarni izdirkini qilayotgan bolalarni hisob qilmaganda, nurg'un kishilar yana o'zining halakchiligida. Ve şu faaliyet qilayotganlarmi yana shu bolalar davomli shu bolalar takrorlayotdi, shu chiqyotdi, guvohlik bersa yana shular berdi. Yangi yuzlarni, yangi chiroylarni ko'rib bo'lolmayapmiz. Bizning chet eldagi qurol ko'tarib yurgan kishilar-chu, Afg'onistonda, Suriyalarda laylab yurgan kishilar-chu, Uyg'urlarni Xitoyning bostirishiga bahona bo'layotgan kishilar. Bular burunlarda çalvaqab, vaqirab, chaqirab birbirlerini so'zlaydi, Uyg'urlarni jihodga qo'zg'aydi, chet elga chiqib, hijrat qilib, tayyorlik qilib kelamiz deb jarlarni soladi. Ammo 2017dan keyin nima ish bo'ldi ularga? Va jimib ketdi. Xitoyning qarshilik harakatlariga qarata hech bir sado chiqmadi. Ben terrorlik hareketlerini teşvik qilmoqchi emas, ammo Xitoyninki Uyg'urlarga yurgizayotgan qirg'inchilikqa qarata qurolli harakat qilishni o'z ichiga olgan barliq qarshilikni yo'lliq deb qaraydi. Bu bizning haqqimiz, mayli xalqaro qonun, mayli ilohiy qonunda bo'lsin. Şu an bu chet eldagilarning pozitsiyasi qatorida shuni unutilganmoqchi. Ulardan musada yo'q. Yana hozirgacha o'ziniki konu maqomida Xitoydan boshqa kishilar bilan jadallashib yuryapti. Endi bu xil ahvol odam haqiqatan için durdu. Hazır bu to'g'riliq so'zlasam gap tugamaydi. Bo'ldi qilay. Oxirida bir savol haqida biraz gap qilay. Endi bu tragediya qachongacha davomlashadi? Bu savol meni qattiq azobladi.
Belki bu sual hazırgacha bana o'xshash talay Uyg'ur qizlarini, o'g'illarini azoblab kelgan bir sual. 200-300 yildan buyon. Biz ularning ichidan yezibga chiqqan yoki personaj qilib yo'rtib berilgan Nozugumni, Iparxonni, onu bunu bilgan bilan biz bilmagan sonsiz Nozugumlar, Iparxonlar. Hozir bo'lsa sonsizlig'an Reyhanlar, Arslanlar bor. Bu tragediya zodi qachongacha davomlashadi? Bu savolning javobi yo'q. Bunun azotli tarafi mana bu yerda, ichinishlik tarafi mana bu yerda. Ammo qarshilik qilishimiz kerak. Dunyoda qarshilik qilib yo'qolib ketgan millat yo'q. Ammo o'ntinsiz yo'qolib ketgan talay millatlar bor. Boshqasi turib tursin, Xitoydagi 50 necha millat bor deydi Xitoylar. Shuning ichidan hozir yig'ib kelsam 2-3 millat qoldi. Uyg'urlar, Tibetlar. Qolganlari hammasi yo'qolib ketdi. Nima yo'qolib ketdi? Qarshilik qilmay. Biz bo'lsak qarshilik qildik. Gerçi ko'pincha vaqtda passiv qarshilik qilgan bo'lsak-mo, qarshilik qilib keldik. İçimizde bo'lsa-mo, Xitoyga o'ch bo'lib keldik. Xitoydan nafratlanib keldik. Ularga o'xshamaslik uchun har xil ishlarni qilib keldik. Ularga o'xshamaslikka tirishdik. Ularning aramizda farqlantirishga tirishdik. Mana mushu qarshiliklar natijasida bugun biz mavjud Xitoyning ko'ziga qadalgan mix bo'lib turyapmiz. Shuning uchun bu qarshilikni davomlashtirishimiz kerak. Buni sharoit yo'q, amalsiz bichora deb vatanda tashlab qo'yishga bo'lmaydi. Vatandagilar bu qarshilikni davomlashtirish kerak. Aktiv qarshilik qilmasa, passiv qarshilikni davomlashtirish kerak. O'zini saqlab qolish uchun o'zining qarindoshlarini sotmasligi, kadrlar daldaklik qilib Uyg'urlarni qirg'inchilik qilishga moslashmasligi, hech bo'lmaganda eng tuvanchakda o'zining hayotini saqlab qolgan shaklda bu qarshilikni davomlashtirish kerak. O'zining e'tiqodini, urf-odatini, madaniyatini o'zining qalbida bo'lsa-mu saqlash kerak. Va badal tutashga tegishli deb qarasa, tulish kerak. Ochiqdan keyin kirmay deb yo'qolishni, qo'lliqni, xo'rliqni qabul qilish bu bizga yarashmaydi. Bizning tariximizga, bizning iymonimizga, e'tiqodimizga yarashmaydi. Ammo ochiqdan keyin kirib, jonni tikib, o'lib keting deb birovga tavsiya qilishmi hech kimning huquqi emas, hech kimning haqqi emas. Har kim o'zining hayotining qarorini o'zi chiqarish kerak. Ammo millat sifatida hammamizning jimib ketishi, hammamizning sukut qilishi, hatto bas-basda jonni saqlab qolish uchun e'tiqoddan, iymondan, urf-odatdan, vijdondan voz kechish, bir-birimizni setish, bir-birimizni fosh qilish bu bizga yarashadigan ish emas. Bu insonga yarashadigan ish emas. Bu tiz yo'qolishimizning, vayron bo'lishimizning, dunyo va oxiratda xor bo'lishimizning boshlanishi. Balki ochiq uchi. Shunga vatanda qarshilik qilish kerak. Ammo chet elda bekrak qarshilik qilish kerak. Chet eldagilar har xil shaklda qarshilikni qilish kerak. Ishqilib bu qarshilik davomlashar ekan, bu tragediya bir kun tugaydi. Ammo g'alaba bilan tugaydi, izzat bilan tugaydi. Ammo qarshilik qilmasakchi, sukut qilib, moslashib, shundoq ketaversakchi, bu tragediya yana tugaydi. Balkim baldirroq tugishi mumkin, lekin xo'rliq bilan tugaydi, xorliq bilan tugaydi, yo'qolish bilan tugaydi. Endi asarninki qurilmasi, mazmuni, ishlatgan tili qatorliqlar haqida adabiy tanqidni yurgizmayman. Buni boshqalar qoldiray, qildiganlar qilar. Bu meniki hozirgi tuyg'ularimga, hislarimga mos kelmaydi. Oxirida Muyassarning mana shunday cho'nqur hislarni, tuyg'ularni his qildiradigan, meni tarixiy kechmishimizga qayta
ilib bağan, oylanışlarga ilib bağan, qalbimning cho'nqur qatlamidan tasvirligisiz bir tuyg'ularni his qilishimga sabab bo'lgan bu romanni yozib chiqqani uchun Muyassarga rahmat aytaman. Men bu romanni o'qish jarayonida shundoq azoblarni his qildim. Balkim Muyassar bunu yozish jarayonida qanchalik azoblandi, bunda tasavvur qilolmayman. O'zimmi romanning oxirida debdi, o'zininki qanchalik azoblanganligini, Rayhon bilan Arslanlar bilan lagerlarga birga tutilib, birga yotganligini, birga azoblanganligini, birga xo'rlanganligini, birga yig'laganligini, birga duo qilganligini hammani so'zlabdi. Menda ham shunday tuyg'u bo'ldi. Bundan burunmi shunday tuyg'ular bo'lgan. Men odatda kitob o'qisam shunday ichga kirib personajlar bilan birga yashab o'qiydigini. Shu Muyassarga rahmat. Bu videoni mush yerda to'xtatay. Keyingi videoda ko'rishaylik. Alloh emanet. Omon bo'ling.